Kommentariyada bir kishi yozyapti, aka, bu piramida emasmi? Men ko'p aldanganman internetda, qo'rqaman, deyapti. Albatta aldanganlar ko'p. Ashto internetda 70-80% mana shu aldov bilan odamlarning pulini tushirib olyapti. Shuning evaziga to'g'ri, odilona ishlaydigan kompaniyalar ham yomonotliq bo'lyapti. Bizda umuman unda yo'q. Piramida degan narsa bilasizmi? Piramidaning boshida, tepada bir kishi turadi, faqat bir kishiga pul boradi. Keyin ishga kirganlarni, chaqirgan odamlarga faqat necha foizini berib turadi. Katta pul to'da bo'lgandan keyin u ham qo'yam bo'ladi. Tamam, o'rnini topolmaysiz. Hamma puliga kuyib qoladi. Lekin bizdachi, bizda bir marotaba biznes joy sotib olasiz, tamam, keyin umuman pul kiritmaysiz. Faqat odam chaqirishning evaziga sizning pulingiz odamdan odamga o'tadi. Bir kishiga bormaydi. Qiziqmi? Marhamat. Profilda telefon raqamim, Telegram yechgan bor.